Yerdagi 100 ta o'yinchi Minecraftda uy qurishadi va eng zo'r uy qurgan odam haqiqiy uyga ega bo'ladi. Qanday imkoniyat? Server, o'yinni boshlaymiz. Qani boshladik. Kimki eng zo'r uyni qura olsa, o'sha haqiqiy uyga ega bo'ladi. Bu qanaqasi? Omad, bu basketbol maydonchasi. Boshlanishiga anchagina yaxshi. Hamma bu yerga kelsin. Ananas. Demak u SpongeBobning uyini qurmoqda. Balki u g'alaba qozonar. Bo'lishi mumkin. Adashmasam yana bitta ananasni ko'ryapman. Bu yana bir Gubka Bobning uyi. Bunga qara. Sen SpongeBobning uyini qurayotganing juda ham yaxshi, lekin ana u yerda yana bir kishi shunday uy qurmoqda. Yana kimdir bunday uy quradi deb o'ylamagandim. Mangoga o'xshash uy. Bu juda ham kreativ. Yana bir narsani eslatib o'tishim kerak. Agarda kimdir qatnashmoqchi bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Va keyingi videolarda sizlar ham pul yutuqlarini yutib olishingiz mumkin. Jimmy, bunga qarasangchi, bu oxir tovuqning oyoqlari. Ha, bu rostdan ham tovuq oyoqlari. Naq 50 daqiqadan keyin bu yerning ko'rinishi anchagina o'zgardi. Yutuqni olish anchagina qiyin bo'ladi. Jimmy, bu narsani ular ham yaxshi biladi. Musobaqada hattoki Tubo ham qatnashyapti. U hozir boshqa yo'nalishda va bizni eshitmayapti. Nima qilyapsan, Karl? Karl hamma joyni ko'ryapti, lekin yordam bermayapti. Agarda buni o'zim boshlasam, bunda yordam kerak bo'lmaydi. Kimdir yordam bermoqchidek. Qanday ajoyib ananas. Balki o'z uyimni qurish uchun ideya olarman. Karl, mana bu uyga qarasangchi. Ha, buni Jimmy bilan avval ko'rgan edik va buni tovuq bo'ladi deb o'ylagandik, lekin bu boshqacha. Jimmy, mening hayotimda xuddi shunday daraxt uyim bo'lgan edi. Hozirda uning ko'rinishi juda ham dahshatli, lekin davomini ko'ramiz. Sen albatta eng birinchi o'rinni olishing kerak. Ha, men uning tomini qurishni juda ham zo'r yo'lini topdim. Birorta gapingga tushunmadim. Tugatganimda ko'rasan. Hozir ularga juda ham jiddiy bo'lgan raqobatchi topildi. Bromenning uyi. Nima? Bromenning uyi. Men bu yerda kimdir yashaydi deb o'ylamagandim. Ya'ni mana shu Bromenning uyida. Nega bu mening kallamga kelmadi? Baribir ham u o'yinda. Shunday ekan unda hali imkoniyatlar juda ko'p. Adashmasam uning qurayotgan narsasi bu uzun bino bo'lsa kerak. Qanday ketyapti? Bu juda hashamatli uy ko'rinadi. Nima bu o'zi? Men Skycraps'ni quryapman. Nima deb o'ylaysan? Senga raqib bormi? Men rostini aytsam, bu narsani hali bilmayman. Agarda sening uying yutsa, men senga haqiqiy uy sovg'a qilaman. Rahmat. Buni to'liq ko'rinishini hali ko'rib chiqqanim yo'q, lekin tugatganimdan keyin albatta ko'raman. Jeff, senga bir ajoyib ish bor. Bum. Jeff, men senga 64 ta dinamit beraman va sen xohlagan uylaringdan birini bemalol buzib kelishing mumkin. Hey Jeff, shu kerakmikan? Ha, albatta. Lekin bu juda ajoyib. Bu juda ajoyib. U dinamitlarni qo'ydi. Ular hozir portlaydi. Jeff, yo'q, sen maxluqsan. Jeff, bunga qarasangchi. Uyga hech narsa qilmadi. Bu shunchaki sinov edi va sen bundan o'ta olmading. Kechirasiz. Endi Mr. Beacon'ni ko'rib chiqamiz. U nimalar qilyapti? Mr. Beacon. Salom, qalaysiz? Mr. Beacon, senga challenge bor. Mana senga dinamit va yondirgich. Senda 1 daqiqa bor va sen bu dinamitlar bilan xohlagan uyingni buzib chiqishing mumkin. Agarda xohlardimki, men mana shu uyni buzib tashlashni, lekin bu yaxshi emas. Sen ularni portlatasanmi? Xo'sh Beacon, sen ularni yondirasanmi? Yo'q. Demak, tabriklayman Beacon, sen bizning sinovimizdan o'tding. Endi esa sening qurilishlaringga yordam berish uchun men senga Chandlerni qoldirib ketaman. Chandler ajoyib. Men seni uy qurishingga yordam beraman. Taboning uyining ko'rinishi anchagina yaxshi, lekin u hali ham tayyor bo'lmagan. Tezroq tugatish kerak. Yo'q xudoyim. Keyingi uy. Vaqt tugadi. Menda hali ideya bor edi. Hech qisi yo'q, sening uyingning ko'rinishi juda yaxshi. Demak, birin-ketin barcha uylarni ko'rib chiqamiz va ularga ball beramiz. Eng ko'p ball to'plagan